Yevropadagi kabi lavandazor, tropik o'lkalardagi mevalar, shifobaxsh choylar, go'zal tabiat. Ammo manzil uzoq emas, shundoqqina Qo'qon yaqinda. 4 iqlimni birlashtirgan Mehriygo maskani. Bu yerga odamlar nafaqat lavandazordagi unutilmas fotosessiyalar uchun, balki salomatlikka foydali bo'lgan lavandali muzqaymoq hamda choylar uchun ham kelishadi. Qo'qonga kelib, lavandazorga kelib, lavandali morojniy. O'zim hech qachon yemaganman lavandali morojniy. Интересно ekan. Morojniy qasam keladi. 100% tabiiy organik yo'ldan yetishtiriladi, ya'ni klaster uslubida o'zimiz ekib, qayta ishlab, qadoqlab, hech qanday ximiya yoki dori vosita qo'shilmasdan 100% tabiiy holda yetishtiriladi. Manzilda o'zida bemorlarni o'zini ham davolab, bepul konsultatsiya beriladi. Albatta, xuddi shunday. Hozir doktor qabulimiz bepul. Keyin kelib bu yerda lavanda plantatsiyasi, papaya plantatsiyasi aylanib tomosha qilib ketish mumkin. Mutlaqo bepul kirish. Ayniqsa shu kunlarda bu joylar odamlar bilan gavjum. Lavanda festivaliga mamlakatning turli hududlaridan mehmonlar kelishmoqda. Turizmning bu yo'nalishi xorijiy sayyohlarni ham jalb qilmoqda.